Ekologik barqarorlikni ta'minlash, hududlarni kompleks rivojlantirish va aholi uchun qulay ekologik muhit yaratish bugungi kunda davlat siyosatidagi ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu borada mahalliy kengashlar deputatlarining tashabbuskorligi, jamoatchilik bilan yaqin muloqoti hamda ekologik masalalar yuzasidan samarali deputatlik nazorati muhim ahamiyat kasb etadi. Samarqandda hudud taraqqiyoti va ekologik barqarorlikka erishishda partiya deputatlarining o'rni mavzusida forum tashkil etilib, unda sohaga oid dolzarb masalalar, amalga oshirilayotgan islohotlar hamda kelgusidagi vazifalar atroflicha muhokama qilindi. Tadbirda Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston ekologik partiyasi fraksiyasi rahbari, partiya markaziy kengashi raisi, xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, ekopartiyadan saylangan deputatlar, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, ekologiya sohasi mutasaddilari hamda faol yoshlar ishtirok etdi. Forumda hududlarda ekologik barqarorlikni ta'minlash, atrof muhitni muhofaza qilish, yashil hududlarni kengaytirish, chiqindilarni samarali boshqarish va aholi salomatligini muhofaza qilishda deputatlarning mas'uliyati va nazorat funksiyalarini yanada kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Ishtirokchilar xalq deputatlari Samarqand viloyati kengashi faoliyati bilan yaqindan tanishishdi. Aynan bugungi forumning maqsadi ham mana shu deputatlarning zanjirini tashkil qilish. Ya'ni Oliy Majlisdan boshlab viloyat kengashi, tuman shahar kengashi deputatlari bilan birgalikda muammolarni bartaraf etish. Tuman deputatini agar vakolatiga kiradigan masala bajara olmasa viloyatga chiqish, viloyat deputati bajara olmaganlarni respublikaga chiqish va senatgacha chiqish masalasi bo'yicha zanjir tuzildi. Shuning uchun hozir bizning davra suhbatlarimiz ham mahallalarda, yoshlar markazida bevosita mahalla faollari bilan uchrashib, ularning muammolarini o'rganishga qaratilgan. Men o'ylaymanki, bugungi forumdan deputatlarimiz o'ziga yarasha yana bir yo'l xaritasi tuzib oladilar. Mana shu yo'l xaritasi asosida mana shu prezidentimiz, davlatimiz topshiriqlarini bajarishda, xalqning ishonchiga kirishda katta ahamiyatga ega bo'ladi deb o'ylayman. Ta'kidlandiki, partiya deputatlari tomonidan ekologik tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, aholi murojaatlari asosida mavjud ekologik muammolarga yechim topish hamda tegishli qarorlar ijrosi ustidan samarali deputatlik nazoratini amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadbir nafaqat rasmiy ma'ruzalar, balki qizg'in tajriba almashish va amaliy takliflar o'rtaga tashlanadigan jonli muloqot maydoniga aylandi. Forum doirasida hududlarning ekologik barqarorligini ta'minlash, jamoatchilik bilan hamkorlikni mustahkamlash va amaliy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash yuzasidan tegishli taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Maktabgacha ta'lim sohasida faoliyat yuritgani bois, hozirgi kundagi eng dolzarb mavzulardan biri ekologik madaniyatni bog'chalarga, qolaversa ta'lim sohasiga kiritish, mahallalarda qo'llash eng dolzarb mavzulardan hisoblanadi. Bu borada ekologik partiya tomonidan olib borilayotgan ishlar, tuman kengashlarida, qolaversa respublikamizda olib borilayotgan ishlarni aholi uchun qo'llash hozirgi kunning eng dolzarb mavzularidan biri bo'ldi. Va bu tumanlarda amalga oshirilayotgan ishlarimiz, tuman kengashi deputati sifatida faoliyat yuritayotgan bo'lsam, 20 dan ziyod deputat so'rovlarini chiqarganmiz va bundan juda ko'plari ijobiy hal etildi. Va bu borada aholiga o'sha ekologik madaniyatni, ekologik iqtisodiyot barqarorligini amalga oshirish va ularni bu tushunchalarni aholiga yetkazish hozir biz va tuman kengashlarini asosiy vazifalariga aylandi. Qilayotgan ishlarimizdan asosiy maqsad ekologiya va yashil taraqqiyot barqarorligini kiritib, yashash tarzini yanada ham bundan ham chiroyli tashkil etish. Forum Samarqand shahridagi mahallalarda amaliy o'rganishlar va tajriba almashish bilan davom etdi. Ishtirokchilar devori ko'ndalang mahalla fuqarolar yig'ini hududida bo'lishdi. Bu yerda mahalla yettiligining ish jarayoni, aholi muammolarini o'rganish, ijtimoiy masalalarni hal etish bilan bir qatorda ekologik muhitni sog'lomlashtirish va yashil hududlarni kengaytirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar atroflicha o'rganildi. Oliy Majlis deputatlari kelib, mana shu masalalarni yechishga yaqindan yordam berib, mana kelib vaziyatni o'rganyaptilar. Mahallalarga har bir xonadonga kirib chiqyaptilar. Rahmat, yurtboshimizga katta rahmat. Mana shunday xalqqa g'amxo'rlik qilyaptilar. Shuncha xalqimizni farovon yashashiga katta e'tibor beryaptilar. Mahalla markazida nuroniylar va mahalla faollari ishtirokida ochiq muloqot o'tkazildi. Unda har bir xonadon va mahalla guzarlarida daraxt ekish aksiyalarini tizimli tashkil etish, maishiy chiqindilarni saralash madaniyatini aholi orasida ommalashtirish hamda yosh avlod qalbida atrof muhitga ehtirom va tabiatni asrash tuyg'usini shakllantirish masalalarida atroflicha so'z yuritildi. Shundan so'ng Samarqand shahridagi Orif Gulxaniy uy muzeyida obod xonadon loyihasi doirasidagi ko'chatlar yetishtirish tajribasi, hovlidagi mo'jaz bog' ko'zdan kechirildi. Mehmonlarda xonadondagi noyob gullar va dorivor giyohlar, mevali va manzarali daraxtlar unutilmas taassurot qoldirdi. Yashaydigan bir zamon keldi. Ayniqsa mana shu yosh ulug'lar, nuroniylar shuni biz his qilamiz.
bugun mamlakatda tinchlik, bo'layotgan obodlik, farovonlik hammasi havas qiladigan darajada. Muhtaram prezidentimizning har bitta tashabbusida ana shu xalqning manfaati, xalqning farovon yashashi g'oyasi yotibdi. Mana endi shu katta ulkan g'oyalardan bittasi bugun mamlakatni bir yashil mamlakatga aylantirish. Bu juda bir ulug' g'oya. Albatta xalqimiz ilgaridan ham bu ishlar bilan shug'ullanib kelgan. Lekin endi buni bir tizim holatiga keltirib, butun xalq shu mamlakatning obodligi uchun birgalikda harakat qilishi bu juda bir xayrli masala. Qayerga borsangiz ma'murchilikni ko'rasiz, obodonchilikni ko'rasiz. Bir nechta xonalarga kirdik. Hammasida xonalar uncha katta emas. Lekin shu kichkinagina joyni ham shunaqa bir obod qilib, toza bir havo, ekologik bir muhitni yaratib qo'yibdi. Endi mana shu narsalar ommalashishi kerak. Xalqimiz bugun sekin-asta turmush tarzini yaxshilab kelyapti. Hamma sohalarda sezyapmiz buni. Iqtisodiy jihatdan ham, ma'naviy, ma'rifiy jihatdan ham, mana shu ekologik madaniyat ham bugun yuksalish kerak. Buning uchun mana shu partiyaning a'zolari yaxshi faoliyat olib borish kerak. Ma'naviy, ma'rifiy sohada ishlayotgan ziyolilar, ana partiya o'qituvchilar, maktab o'qituvchilari hammamiz bugun endi diqqatimizni, e'tiborimizni shunaqa bir chiroyli, toza, ozoda yashashga qarab olib borishimiz kerak bo'ladi. Shunda mana biz nuroniylarning ham qilayotgan ishlarimiz bor. Biz ham shu xalq orasida yurib, kirib, ko'rib, xonadonlarga agar bir yaxshi ishlar bo'lsa, bularni boshqalarga ommalashtirib, kamchiliklar bo'lsa, buni aytib, xullas bugun meni xayolimda shu bir yashil makonga aylantirish, bu umumxalq ishiga aylanish kerak. Ana shunda biz prezidentimiz oldida yuzimiz yorug' bo'ladi. U kishi bizni oldimizga qo'ygan vazifalarni bajargan bo'lamiz va buni orqasida albatta farovon hayot yotibdi. Ana muddomiz, maqsadimiz shunaqa xalqning yaxshi bir yashashi uchun hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, muhtaram prezidentimiz yonida turib, shunaqa bir ezgu, xayrli ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Mehmonlar bog'da ekilgan manzarali va mevali daraxtlar, manzarabop butalar hamda gulzorlar bilan tanishgan mazkur hududda ekologik madaniyatni shakllantirish, tabiatga ehtiyotkorona munosabatni targ'ib etish va milliy merosni asrab-avaylashga qaratilgan tashabbuslarni yuqori baholashdi. Bugun deputatlar forumi Samarqandda bo'lib o'tayotgan yirik tadbirimiz doirasida, rejamiz doirasida bevosita Samarqand shahridagi Obod mahalla loyihasi doirasida amalga oshirilgan ishlarga to'xtalib o'tdik. Shu maqsadda mana shu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlayotgan, bir necha 10 yillardan buyoniga avlodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan merosni asrab avaylab, yo'qolib ketayotgan mevali, manzarali gul ko'chatlarimizni bugun saqlagan holda keyingi avlodlarga yetkazayotgan bir xonadon avlod bor. Bu Orif Gulxoniy uy muzeyi. Bu yilni hisobga oladigan bo'lsak, 900 mingdan ortiq gul va meva sabzavot urug'lari ko'chatlari, gul ko'chatlari yetkazib berildi. Yana bitta yirik tashabbus, 1 yoshga 10 ta gul tashabbusi. Bevosita mana shu xonadondan shakllandi. Muqimjon Olimovich o'zining tashabbusi bilan maktablarga, maktabgacha ta'lim muassasalariga, ijtimoiy sohadagi obyektlarga bevosita ehson sifatida o'zining aksiyasi doirasida gul ko'chatlarini yetkazib beryapti, urug'larni beryapti. Yana bir e'tiborli jihati shundan iboratki, yo'qolib ketish arafasida bo'lgan mevali ko'chatlar, olma, uzum, o'riklarni bugun qayta tiklayapti. Bu kishi respublikamizning barcha hududlaridan uning urug'ini, ko'chatini yig'ib kelib, payvand asosida o'sha yo'qolib ketishi arafasida bo'lgan bizning o'sha afsonaviy mevalarimiz mana shu yerda qayta tiklanyapti, mana shu yerda asos solinyapti. Shu tajribani ommalashtirish uchun forum ishtirokchilarini mana shu yerga olib keldik. Bu tajribani butun respublikamizga yoyishimiz kerak. Bu tajribani bugun ommalashtirishimiz kerak. Jamoatchilikka yetkazish fursati yetib keldi. Shuningdek, uy muzey hududida tashkil etilgan yashil makon nafaqat dam olish uchun qulay maskan, balki yosh avlodni tabiatga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash, ekologik ongni yuksaltirish va barqaror rivojlanish g'oyalarini keng targ'ib etishga xizmat qilayotgani alohida ta'kidlandi. Forum anjuman tarzida viloyat yoshlar markaziga ko'chdi. Bu yerda ko'ngil ekologiyasi rasmlar tanlovi, ekofaol yoshlarning ekologiya yo'nalishidagi startap loyihalari taqdimoti o'tkazildi. O'zaro muloqotlarda O'zbekiston ekologik partiyasi oldidagi vazifalar ijrosi, joylarda deputatlar tomonidan olib borilayotgan ishlar xususida atroflicha so'z yuritildi. Biz mana forum doirasida
Samarqand viloyatidagi mahallalarga, xonadonlarga kirib, ularning turmush sharoitini, turmush tarzini bilan tanishdik. Islohotlarning ularda xonadonida, mahallalarda, oddiy insonlarning xonadonida qanday bir o'zgarish bo'layotganligini, islohotlar natijasida bir yaxshi tomonga, ijobiy tomonga sezilayotganligini bir guvohi bo'ldik. Ularni o'zlarining fikrlarini eshitdik va mamnunligini eshitdik. Umuman olganda bugun biz mahallalarga borganda muammolarni faqatgina o'rganmayapmiz. O'sha muammolarni o'rganish bilan birgalikda o'sha dasturga kiritib bir yechimini qilishga harakat qilyapmiz. Umuman olganda forum doirasidagi tadbirlar jarayonida Samarqand tajribasini ommalashtirish degan fikrlar ilgari surildi. Albatta, joylarda forum doirasidagi tadbirlar albatta har tomonlama zaruriy chora-tadbirlar asosida tashkil qilingan va bu kelgusida o'sha deputatlarning faolligini oshirishda, deputatlarni joylarda, mahallalarda, odamlar orasida ko'proq yurishda, o'rganishlarni yana ham ko'paytirishda bir yaxshi samara beradi deb o'ylayman. Forum doirasida eng faol deputat, eng faol yoshlar vakili, obod xonadon loyihalari tanlovlari g'oliblari taqdirlanib, esdalik sovg'alari topshirildi.